Aytaylik, bozor yuqoriga stabil trend bo'ylab harakatlanmoqda. Ushbu harakat davomida har bitta maksimum yangilanishi kerak bo'ladi va ushbu yangilanish jarayoni bizga BOS deyiladi, ya'ni break of structure. Xo'p, ushbu trend harakat bo'yicha oxirgi minimumlar yangilanmaydi. Ya'ni ularni yangilanish davomiyligi minimum keyingi minimumdan kichikroq hosil bo'ladi. Ya'ni yangi minimum undan oldingi minimumga nisbatan yuqoriroqda hosil bo'ladi. Bu trend yuqoriga harakatlanayotgan davrda. Demak, ushbu harakat davomida oxirgi minimum yangilangach, ya'ni buzib o'tilgach, ushbu holat, aynan buzib o'tilgan joy choch deyiladi. Ya'ni change of character, bozor o'z xarakterini o'zgartirdi degani. Har bitta bozor o'z yo'nalishida yuqoriga ketayotganiga esa break of structure, ya'ni bozor o'z strukturasini o'zgartirdi degan ma'noda keladi. Demak, ushbu videoni aynan BOS va chochning farqiga bilmaydigan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Aytgandek, bozorni sizni o'zingizga ideal tarzda analiz qilib beradigan indikatorda men Telegram kanalimga barchaga dostуп berdim. Shunchaki o'tib, obuna bo'lib, bemalol bepul foydalansangiz bo'ladi.